Assalomu alaykum hammaga. Hozir Popoli ilovasidan to'g'ri ro'yxatdan o'tishni o'rganamiz. Mana shu yerdagi через Google ustiga bosamiz. Kirganimizdan keyin shunaqa emaillarimiz kelib chiqadi o'zimizni. Liboy bittasi emas, o'zingiz ishlatadigan kodlar esingizda emailingizni tanlaysiz. Keyin xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Xuddi shunaqa oyna ochilgandan keyin mana ustiga bosib turasiz buni, profilingizga rasm qo'yib olasiz. Ism familiyangizni yozasiz, tug'ilgan yilingizni to'g'ri kiritasiz. O'zbekiston, keyin mana bu yoqda bor mana. Jenskiy, mujskiy turibdi. Siz ayol kishimisiz? Bu jenskiyni tanlaysiz. Mujskilar o'g'il bolalar. Keyin mana eng pastda nima turibdi? Mana ID joyiga pastda chiqqan raqamni yozasizlar. Boshqa raqam yozsangizlar, bu tashlab ketilsa bu joy bonus bermaydi. Men bergan pastda video tagida chiqadigan kodni yozasizlar, bonus beradi. Bo'ldi, hammasini to'g'rilab olgandan keyin hozir men kirib olay. Mana kirib oldik. Qiyin emas bu. Bu yoqqa kirish qiyin emas. Keyin bu narsalar chiqadi. Mana tepada Xcha bor. Xchani bosasiz. Keyin mana bu yoqda mana turibdi. Xuddi telefonni SMS'da kelganday turibdi 26 ta. Shu yoqqa kirasizlar. Ustiga bosganlaringizdan keyin mana bu yoqda mana 3 ta bo'lim chiqadi. Mana bu 24 ta kelgan, bunda bitta kelgan. Pastda mana dohod ustiga kiramiz. Mana 100 ta monet berildi degan. Vazifada bu. Sizlar bu vazifani bajarib olasizlar o'sha monetni. Mana bu yoqda получать bosamiz mana. Berdi. Keyin bu yoqda yuzingizni bunaqa narsa chiqqan payti mana pastda mana sertifikat nachati sertifikasi deb yozilgan, o'shani ustiga bosib bu yoqda yuzingizni skaner qiladi. Mana bu yoqda yuzingizni skaner qiladi bu. Yuzingizni o'zingizni to'liq skaner qilganingizdan keyin живой rasmingizni so'raydi. O'zingiz shundoq qarab turib живой rasmingizni joylaysiz, u rasm ichkariga ko'rinmaydi. Keyin kirib hammasini to'g'rilab bo'lganimizdan keyin mana pastda begemotcha rasm chiqib turibdi. O'shani ustiga bosamiz. Kirganimizdan keyin mana bu yoqqa chiqadi, ikkisini bosamiz. Kirganimizdan keyin mana tepada bunaqa qizil turibdi. 60% tayyor degani, ya'ni 40% tayyor emas. Shu yoq ustiga bosamiz qizilni. Ustiga bosganimizdan keyin mana bu yoqda rasm qo'yishimiz kerak. Bu rasm o'zingiz rasmingiz bo'lishi shart emas bu. Bironta bir chiroyli mana gul rasmimi yoki mashina rasmi bo'lsa bo'ladi. Bu yog'ini to'ldiramiz. Keyin rasmlarni qo'yib bo'lganimizdan keyin mana bu yoqda mana pastda tag turibdi mana. Mana bu yoqda taglar turibdi. Ustiga bosib 3-4 tasini belgilab qo'yasizlar. Ya'ni hobbingiz nimaga qiziqasiz degan joyiga bu. Keyin yana mana bu yoqda mana bu описание degani, misol uchun Instagramlarda ham bor shu narsa, описание yozasiz, bir ma'lumot yozasiz, shunaqa joyi bu. Ustiga bosganimizdan keyin mana bunaqa ochiq oyna kelib chiqadi. Mana. Shu yoqqa ismingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Oddiy ismingizni yoki bo'lmasa bitta oddiygina bir nuqtacha qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerini to'g'rilab bo'lganimizdan keyin chiqamizda nagrada bo'limi bor mana bu yoqda. Nagrada bo'limiga kiramiz. Bu ayollar uchun. Ayollar nagrada bo'limiga kiramiz. Bittada sizlarda efir qo'shiladi. Kiramiz. Kirganimizdan keyin hozir загрузка qilsin. Xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Xuddi mana shunaqa oyna ochilganidan keyin bu yoqdan mana bu turganni ustiga bosamiz. Mana buni ustiga bosamiz. Ustiga bosganimizdan keyin
bizlarda ofitsialniy efir ochiladi. Menda 5 soat qo'yilgan mana bu narsa pastda hozir chizib ko'rsataman. Mana bu narsada mana 5 soat qo'yilgan. Siz 5 soatdan keyin efir qila olasiz degani. Shu uchun hamma narsasini to'g'rilab, chiroyli qilib kirishingiz kerak bu yerga. Agar oldin kirib qo'yganlar bo'lsa, akkauntiga keyin kira olmasa, mana bu akkaunt profildan kirasizlar. Pastroqqa tushsangiz My Agentство degan joy bor. My Agentство degan joy bor. Mana shu ekranda chiqqan kodlarni kirgizasizlar mana shu joyga, My Agentство degan joyga. Bo'ldi, bu akkaunt 100% shu vazifalarni bajarganingizdan keyin 100% tayyor holatga keladi. Yana bu nagrada bo'limidan vazifalar keladi. Hozir ko'rsatib beraman, vazifalar keladi mana. Xuddi mana shunaqa vazifalar bor. Keyin mana bu yoqda bunaqa vazifalar keladi. Shularni bajarsangiz, yana tanga qo'shiladi. Bonuslar qo'shiladi. Mana bu yoqda bunaqa narsalar e'tibor bermaymiz. Keyin mana Center Безопасный degan joyga kirganingizdan keyin kod qo'yasiz o'zingiz. Bu yoqdan endi kod qo'yasiz yoki bo'lmasa o'zingiz xavfsizligingizni ta'minlaydigan joylar keladi-da. Misol sizni xavfli bo'lsa, sizni akkauntingiz xavfli bo'lsa, shu joyni to'g'irla deb o'zi ko'rsatib beradi. Bu joy shart emas. Shu ko'rsatganlarni to'liq qilasizlar. Oldin kirganlar bo'lsa, My Agentstvodan pastda chiqqan kodni kirgizasizlar.